Yurtdoshlar, Nozanin Sharipova bo'yicha biz xabarini bergan edik. Buni, ya'ni unga nisbatan bugungi kunda jinoyat ishi ochilganligi va hozirda tergov harakatlari olib borilib turilgan masalasi bo'yicha biz berganmiz. Hozir Xorazm viloyat Urganch shahar ichki ishlar tomonidan unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz hozir Shahla Saloyevani taklif qildik, sababi videolarda ko'rdik. Videolar bo'yicha qarasak, videolarda Nozanin Sharipova, ya'ni bugungi nomi Nozanin Sharipova ismli fuqaro haqorat qilgan. Shuning bo'lganmi, Shahla? Hava Instagram ijtimoiy tarmoqlarida o'zini o'sha shaxsiy profilida har xil meni obro'sizlantiruvchi videolar, kontentlar etib, so'kib, haqorat etib va qolaversa oilamni, o'zimni obro'sizlantirish uchun dim ko'plab videolar, jonli efirlar etib va qolaversa men o'zimni profilimam o'zim ham direct orqali yozib ta'ziq etib o'tiribdi. Va men buning uchun qonuniy chora ko'rishlarini so'rab, hozir qonun doirasida murojaat etib keldim. Bunday imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Diqqat, ulgurib qoling. Farovon hayot sari qadam qo'yish vaqti keldi. Xorazm Elegant House sizni kutmoqda. 5 qavatli zamonaviy turar joy majmuasida qurilish ishlari to'liq yakunlangan. Bolajonlar uchun xavfsiz va qulay maydonchalar tayyor holatda. Oila a'zolaringiz bilan dam olish uchun maxsus hududlar mavjud. Shinam va keng avtoturargohga ega. Turar joy majmuasi shaharning eng qulay manzilida joylashgan. Bugun uy sotib olish ertangi farovon hayotingizni tanlashdir. Ulgurib qoling, sanoqli xonadonlar qolgan. Xorazm Elegant House. Siz orzu qilgan uy aynan shu yerda. Va albatta men yolg'iz emas ekanman, dim ko'p ustidan ochilgan ishlar bor ekan va bular hozir bir yerga jamlanib turgan ekan. Va albatta O'zbekistonda bilamizki, qonun o'zini ajoyib bir kuchina ega bo'lgan davlatda yashaymiz va albatta qaysi yurtda bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta qilgan jinoyatlari uchun hech bir umuman bunga aloqador bo'lmagan shaxsiy masalalarni odamlarning shaxsiyati bilan o'ynashlik bo'lishini albatta O'zbekistonning qonunlari ko'rsatib qo'yadi deb o'ylayman. Men shuning uchun Instagramda ya bo'lmasa internet tarmoqlarida chiqib urushib, har xil madaniyatsiz va tarbiyasiz ishlarni targ'ib etolmaganim sababidan qonunga murojaat etdim va albatta menga chora ko'rib beradi deb umid etaman. Qarang, hozir bu sizni telefonlaringizda ovozli xabar yuboribdi. Shu ovozli xabarinda nima deb tahdid etib turibdi? Eshitiraman hozirgina. Shahla videolarini men o'chiringmi yo dakonsa ketasizmi? Olib tashlaysizmi nangizni? Zayevalarınızda olib tashlab bilasizmi, yo'qmi? Hamma ishda yozib qo'ying videolarni deb yotibdi. Qaraynikin yomon bo'lib ketadi bana. Undan boladan kasb bilan ko'rishtirib baxtli yashashingiz kerakligimi o'zingizda xizmatingizda aytib. Bu yerda maqsad meni sobiq turmush o'rtog'imda ismi yo'q, bolamni akasini ustidan ochilgan ishlar bor. Va shu masala bo'yicha bizani o'zlarimiz shaxsiy ishlarimiz edi. Bu narsani internetga olib chiqib, bu qizning maqsadi men hozir aliment berib, lekin hech qanday aliment olmayman, menga alimentga muhtojlik joyim yo'q, bolamdan o'zimdan. Men aliment berganman va taqiq qo'ydirib qo'yibman. Chet elga hech O'zbekistondan boshqa yerga chiqolmaydi. Shu taqiqni oldirish uchun va arizalarimni qaytarib olishim uchun menga ta'ziq o'tirib turibdi. Ya'ni meni unda videolarim bor, meni unda rasmlarim bor. Bilmayman, no videom, no rasmlarim borligini. Shularni internetga qo'yib beraman. Ya bo'lmasa sen taqiqni olib tashlab, menga 2-3 kun davomida uzluksiz internetda, primoy efirlarda men to'g'rimda har xil yomon narsalarni so'zlab, so'kib, haqorat etib, meni o'ta shaxsiy bo'lgan masalalarni olib chiqdilar. Hozir menda po faktu bilan kelib turibdi. Po faktu hozir rasmlaringni ko'rsam, yo'nglab berasizlar. Yaxshimi odati tashlaysiz, zapiklarini oldirib tashlang. Zapiklarini. Hozir menga videolar kelib turibdi yana. Shahla videolarini men o'chiringmi yo dakonsa ketasizmi? Olib tashlaysizmi nangizni? Zayevalarınızda olib tashlab bilasizmi, yo'qmi? Hamma ishda yozib qo'ying videolarni deb yotibdi. Qaraynikin yomon bo'lib ketadi bana. Undan boladan kasb bilan ko'rishtirib baxtli yashashingiz kerakmidimi o'zingizda xizmatingizda aytib. Va uni mana shu bolamni akasi bilan
birgalikda etdilar deb o'ylayman, chunki menga o'zlari ikkisi yozishib o'tirgan peripiskalarni, ikkisi yozishib o'tirgan uni yuborgan zvuklarni har birisini menga tashlab berdi shu vaqtida o'zi bosh-boshidan. Nazanin menda turibdi, nima sizga tashlab beraman narsalarni. Va albatta bunga qonuniy chora ko'riladi, xudo xolasa. Qarang, albatta ko'riladi, unga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Qarang, shu o'rinda qonunni eslatib o'taman-da. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 141 prim 3-moddasi bor-da. Ya'ni siz oilaviy, shaxsiy videolaringizni agar tarqatadigan bo'lsa, ya'ni tana a'zolari ko'rinib qolgan, misol uchun bir cho'milgan videolaringiz bo'lishi mumkin, basseynga borgan, boshqa holatlar bo'lsa, agar shuni tarqatadigan bo'lsa, tarqatuvchida ham javobgarlik bor, uni yangi ijtimoiy tarmoqqa joylovchida ham javobgarlik bor.